arzon sotdi yo. Qalaysiz? O'tiring, mashinamga aylantirib kelaman. Yo'q, rahmat, yigitni kutib Vau, mashinasi zo'r ekan-ku. O'tirmaysanmi, Zebo? Nafratim uyg'otdi yo. Qayerda yuribsiz? Necha soatdan beri sizni kutaman. Mo'ykada mashina ko'payib ketdi. Senga sovg'a olganman. Nimaligini topsang aylantiraman. iPhone 17mi? Undan qimmatroq. Shikolat. Jonimga tegib ketdi bunaqa shikolatlar ko'tarib kelishingiz. Bu turishingizda siz hech kim bo'la olmaysiz, meni baxtli qila olmaysiz. Baxtli bo'ling, xayr. Hech kim bo'la olmaysan dedingmi? Qarab turgin, hali ko'rsatib qo'yaman. Qasdim bu sevgi jangida. Aka, assalomu alaykum. Mashina yuvish kerak ekanmi? Mashina aka olib yuvib qo'ylaring, 1 soatdan keyin olib ketaman. Voy, shaharda trend bo'layotgan Swim G01 bir turbina 3 qo'y rejimda yuradi. Sport, eko, normal. Заводской vyxloplari bor. Sambuferlargacha bor. Trekkerdan narxi ancha arzon. Bu mashinada shaharda oqib yursa, liboy qiz o'raladi-yu. Voy, liboy qiz o'raladi deysanmi? Bir o'tib ketyapti-da. Turgan ekansan. Esingdami? Etudingni hali hech kim bo'lmaysiz deb. Yana ozgina sabr qilganingda, mana bunaqa zo'r mashinada yurgan bo'larding. Erkak kishini omadi bilan o'ynashi bo'lmaydi. Ko'rdingmi? Sani ahvolingni qaragan. Masu, ketdim. Mashina mo'yka qilib bo'ldingmi? Gapi yo'q, vaqt tez yuborgansizlar. Kaltib, o'tir jonim, ketdi. Voy, qulog'imga bilan-a?